Ona xalqim, har so'zingda qandu navvat bor. Navvatlardan ming bor a'lo, mislsiz dod bor. Assalomdan boshlanguvchi kaloming borki, mening uchun bu dunyoda demak hayot bor. Assalomu alaykum muhtaram mehmonlar, aziz qo'shiq shaydolari. Dunyoda shunday san'at turi borki, u faqat va faqat insonlar qalbiga go'zallik, zavq bag'ishlaydi. Bu musiqa mumtoz qo'shiqchilik san'atidir. Ming yillar davomida ajdodlardan avlodlarga sayqallanib o'tib kelayotgan kuy ohanglarimiz, qo'shiq aytimlarimiz ko'p asrlik sinovlardan o'tgan va xalqimizning ma'naviy boyligiga aylanib ulgurgan. Mumtoz qo'shiqlar tinglanganda avvalo bunda xalqning ruhi, o'tmishi, buguni va kelajagi namoyon bo'ladi go'yo. Qadim-qadimdan so'z va musiqa muqaddas sanalib kelingan. Dunyo so'z bilan yaralgan bo'lsa, inson jismiga jon musiqa yordamida kirgan degan naql bor. Asrlar asirasi, zulmat qurboni, tarixlarning gardanida yoqut marjoni. Bu qo'shiqlarni yozishda Jalolobod studiyasidan insonlarning sut emizgan onasi joni, odamlarning teng yarmi yuragi qoni, yuragimning satporasi bo'lgan sanatim. Olam tomi uzra chalingan bu so'z, dunyo san'atlariga bo'lingir ovoz. Har pardada g'amzayu, har pardada naz, ozod o'zbek ayolidir erkin sarvinoz. Yuragimning satporasi bo'lgan san'atim, sanatim. Bu sanatda na ming na qayg'u bor, bu sanatning murabbiysi g'olib proletar. Shuning uchun dag'dag'asi dunyolarcha bor. Elimizning durdonasi bo'lgan san'atim.
qo'shiqni kuylaganda osmon yangrar. O'zbek har bir ichida avji jaranglar. Ustoz o'zbek san'atidir tuzing ohanglar. Elimizni durdalasi bo'lgan san'atim. Ustoz o'zbek san'atidir tuzing ohanglar. Elimizning durdonasi bo'lgan san'atim. Halimasi hamsorasi bo'lgan san'atim. To'ychi hofiz rajabisi bo'lgan san'atim. Jo'raxoni ma'murjoni bo'lgan san'atim. Elimizning komil joni bo'lgan san'atim. Shiralining dili joni bo'lgan san'atim.